Payg'ambarimiz alayhissalomning hadislari bor. Zakotning maqomi haqida, o'rni haqida gapiramiz. Zakotning o'rni farz. Farz bor, vojib bor, sunnat bor, mustahab amal bor. Farz amallarda eng buyugi, eng kattasi. Hamma amalning tepasida farz turadi. Farzdan yuqorida boshqa yuqori ibodat yo'q. Shu farz bo'lgan yuqori ibodatlarning ichida eng tepadagi 5 talikda turadigan 5 ta farzi ichida bittasi zakot bo'ladi. Ya'ni Rasululloh alayhisalom din shu 5 ta narsani ustiga qurilgan degan 5 ta narsani ichidan bittasi zakot bo'ladi. Bu bitta maqomi. Alloh Qur'oni Karimda qayerda namoz o'qinglar degan oyatda aytgan bo'lsa, yonida zakot beringlar bilan keladi. Ko'p eshitgansizlar, aqimus solata va atuz zakati keladi. Namoz ado qilinglar va zakotni beringlar deydi. Odatda bir odam kelayotganda uni yonidagi odamni ham kimligi muhim bo'ladi. To'g'rimi? Bitta zo'r odam bilan bittasi kelyapti, biling bu ham zo'r odamdir. Yomon odam bilan birov kelyapti, biling bu ham qanaqadir ma'noda shunga yaqin. Ya'ni Alloh Qur'onda namozni yonida zakotni keltirgan. Namoz